Menimcha sizlarni hammanglarga yoqsa kerak. 2 3 sotikdan 6 sotiklik xonadonimiz. Agar Toshkent shahar Sergeli tumanida yoki boshqa joyda shahar markazidami domiylar bo'lsa, domiylarga ham barter qilib olsanglar bo'laverar ekan. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizani kuzatib borayotgan, bizning eng yaqin obunachilarimiz. Har bitta ko'rib turgan obunachimizga kamida xuddi shunaqa xonadonlarda yashash nasib qilsin deganlar bitta yurakchani qizartirib qo'yinglar videoni davomida. Xo'p, endi sizlarga ko'rsatib o'tgan xonadonim Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod mahallasida bo'lyapti. Mana shu ko'rib turgan darvozamizdan oxirgi darvozamizgacha bo'lyapti. Xonadonimizni sotiga 6 sotikni tashkil qilyapti. Agar ikkita aka-uka bo'lsanglar, bu xonadonimizni bemalol 2 ga bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Nimaga? Sababi 3 sotikdan qilib ham sotib yuboraman deyaptilar. Endi o'zingiz uchun remontlarni qo'rasizlar, ko'rib turibsizlar, navisini ostiga bemalol mashinalarni qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Pastda egalar nomeri aloqaga chiqib egalar bilan o'zingizlar chiroyli baraka qilsangiz bo'ladi. Kirishimiz bilan mana shunaqa navisimiz kutib oladi, ko'rib turibsizlar. Ko'rib turgan hamma narsalarni shu yerda tashlab ketaman deyaptilar. Kirishimiz bilan o'ng qo'ldan boshlaymiz. Mana shu binoyimizni tegi selik katta yerto'la qilingan ekan. Xonalar bilan tanishtirib o'taman. Shunda kirishimiz bilan sizlarni mehmonlar kutadigan xuddi shunaqa katta zalimiz kutib oladi. Qaranglar, bemalol mana shu joyimizda mehmonlarni kutib olsanglar ham bo'ladi. Endi bu joyimiz ham bitta xona sifatida ketyapti. Birinchi xonamiz bo'lyapti. O'ng qo'lda o'tirishim uchun mo'ljallangan bitta alohida endi spalnyamiz bo'lyapti. Tashqari qaragan o'zining oynalari bor. Bu xonamizda aboylarni chiroylilardan qilib qo'ygan ekanlar va keyingi xonamiz bitta detskiy xonamiz bo'lyapti bu joyimiz. Bu ham xuddi shunaqa. Aboylar chiqarilgan, tashqari qaragan o'zining oynalariga ega. Atapleniya orqali isiydi xonadonimiz. Agar o'zingiz uchun letniy, masalan, kuxnya qilib qo'yaman desanglar ham, mana bu joyimizda ancha katta joy bor ekan. O'zi bular ham ko'ryapsizlar, gaz plitalarni qo'yib, letniy kuxnya qilib qo'yishgan ekan. Yerto'lamizga shu yerdan tushiladi. Navisini ostiga bemalol yozib o'tirish uchun mana bunaqa tapchalar ham qo'yib qo'ygan ekanlar, ko'ryapsizlar. Agar xonadonimizni pastdan agar etik qismidan o'zim uchun yana quraman bino desanglar, mana bu joyimizni ko'rib turibsizlar, ancha katta joylari bor ekan. Bu joyimizga bemalol o'zingiz uchun rekonstruksiya qilib bino qursanglar ham bo'laveradi. Hojatxonamiz bo'lyapti. Общий sanuzelimiz. Yaxshi, akkuratniy, chiroyli holatda turibdi. Oshxonamiz bo'lyapti. Общий, bu yerda hozir qishki kuxnya bo'lyapti. Mana shu yerda o'tirib, shu toqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yishgan ekan. $78,900 deyaptilar. Ozgina o'tib beradigan joy bor. Bu xonadonimizda. Ozgina o'tib beradigan joy bor. Aloqaga chiqsanglar, Telegram kanalimizda lokatsiyalargacha ham qo'yib qo'yganmiz. Xo'p. Endi narigi xonadonimiz. Xonobodda eng arzon yerlar narxini o'zi $20,000 dan hisoblaganingizda ham, где-то hozir yerini o'zini narxi $60,000 bo'lyapti-da. Bu joyimizda mana to'g'ri burchak. Xo'p. Eniga 10 metr tashkil qilyapti, uzunligi 30 bo'lyapti. Toza 3 sotik bo'lyapti. Bu joyimizdan xuddi shunaqa. Binoimizda katta yerto'la qilingan. Bu joyimizni ko'rsatmasam ham bo'laveradi. Pastda etik qismidan bu yoqqa qaratib bemalol xonadon sotsanglar ham bo'ladi. Ular olib kirilgan gaz, suv, svet bor bu joyimizda. Zinadan chiqamiz, bu yerda faqat o'zini kirishimiz bilan mana xuddi shunaqa bitta katta boya joyimizni, oshxonamizni ho'l qilib yuborilgan. O'zini endi didiylarga moslashtirib bu joyimizni remont qilib olsanglar ham bo'ladi. Bu yoqda bitta alohida ham bitta xonamiz bo'lyapti. Yana bitta bu yoqda keyingi xonamiz bo'lyapti. Remontlari endi o'rtacha holatda turibdi. O'zingiz uchun baribir ozgina ko'zdan kechirib olsanglar ham bo'ladi. Bu joyimizning narxini $76,900 deyaptilar. Ikkala joyimizda ham egasi bitta, pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib o'zingiz chiroyli baraka qilsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizda lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Sizlar uchun biz harakat qilamiz. Ommabop arzon uylarni qo'yishda davom etamiz. Kanalga a'zo bo'linglar, like bosinglar chiqmasin, o'zingizlar ehtiyot qilinglar.